Assalomu alaykum do'stlar, navbatdagi gazoblok seximiz. Buni mini zavod desa ham bo'ladi. Hop, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa ishga tushirib berdik. Ish jarayoni xudo xolasa mana boshlandi. Suv bachkilari zakazno 2,5 tonnalik. Hamma narsasi komplekt, shablonlari, suv datchik, hamma narsasi, mishalkasi va eng asosiy suv isitish uchun mana bunday aqlli garelka qilib berganmiz. Bu nima qiladi? Shu bachkaga ko'mir zapravka qilib qo'yasizlar. O'zi ma'lum gradus mana graduslarni ko'rsatib turadi, taymerlari hammasi bor. O'zi ma'lum gradusga qo'yasiz, necha gradusga qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi yoqib, o'chirib, suvni tayyor holatda qildirib yetkazib beradi. Uni tepasida faqat ko'mir solib turish shart emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Rektorlar ham ikkitaligidan qo'yilgan baquvvatidan, shinaga tiqilib qolmaydi. Xudo xolasa bu yoqlari liniyalarimiz. Bu tarafni ko'rdinglar, tayyor, kameralari tayyor, bu yoqda qilish deb turgan 40 ta qolibi, hamma narsasi tayyor holatda. Xudo xolasa ish jarayoni boshlandi. Mana unday qilib qishki sharoitga sifatli gazoblok chiqarish uchun o'rab issiq sharoit qilib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu gazobloklar quritish uchun. Endi bu tarafida avtomat reskamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bloklari bir xil razmerda, diagonallarini va holatda chiroyli qilib kesib beradi. Kimga shunaqa gazoblok sexlari, mini zavodlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon qilinglar, ekrandagi nomerlarga xudo xolasa chiroyli holatda sifatli qilib stanovka qilib beramiz.